Agar siz pensiya, nafaqa, nogironlik bo'yicha to'lov, o'quvchini yo'qotganlik nafaqasi, bolalar puli yoki boshqa ijtimoiy yordam olsangiz, bugungi mavzu siz uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik odamlar asosiy to'lovni olayotgan bo'lsa ham, unga qo'shilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha pullarni olmay yuradi. Sababi oddiy, ayrim qo'shimcha to'lovlar avtomatik berilmaydi. Ularni olish uchun albatta ariza berish kerak bo'ladi. Men bugun sizga qaysi holatlarda qo'shimcha to'lovlar arizasi tushmasligini, kimlar buni tekshirtirishi kerakligini, qanday hujjatlar kerak bo'lishini va qayerga murojaat qilish kerakligini tushunarli qilib aytib beraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin. Chunki bugun sizga kerak bo'lmasa, ertaga ota-onangiz, farzandingiz yoki yaqin qarindoshingizga kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha ko'ring. Ko'p odamlar shunday o'ylaydi. Davlat organlarida hamma ma'lumot bor. Demak, menga nima tegishli bo'lsa, o'zlari hisoblab beradi. Afsuski, amaliyotda hamma narsa bunday ishlamaydi. Ayrim to'lovlar avtomatik tayinlanadi yoki elektron tizimlar orqali aniqlanadi. Masalan, pensiya yoshiga yetgan odamning mehnat staji, ish haqi ma'lumotlari ayrim hollarda elektron bazalarda ko'rinishi mumkin. Lekin qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, kompensatsiyalar, alohida imtiyozlar bo'yicha ko'pincha fuqaroning o'zi murojaat qilish talab etiladi. Oldin nima bo'lgan? Oldin ko'p ishlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilgan. Odam pensiya bo'limiga, mahalla idorasiga, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga borib o'z holatini tushuntirgan, hujjat topshirgan, keyin komissiya yoki mas'ul xodim tekshirgan. Kim faol bo'lsa, kim so'rab surishtirsa, o'sha ko'proq huquqidan foydalangan. Kim bilmasa, ko'p yillar davomida tegishli qo'shimcha pulni olmay yurgan. Hozir nima o'zgardi? Hozir elektron tizimlar ko'paydi. My.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ijtimoiy himoya milliy agentligi tizimlari, pensiya jamg'armasi bazalari orqali ko'p ma'lumotlar tekshiriladi. Lekin bu hamma narsa avtomatik degani emas. Tizim sizning oilangizda nogironligi bo'lgan shaxs borligini ko'rishi mumkin. Lekin siz parvarish bo'yicha kompensatsiya so'rayotganingizni bilmasligi mumkin. Tizim siz pensiya olayotganingizni ko'radi, lekin sizda qo'shimcha staj hujjati topilganini, mehnat daftarchangizdagi eski yozuv qayta tasdiqlanganini yoki siz alohida toifadagi shaxs ekaningizni arizasiz inobatga olmasligi mumkin. Eng muhim joyi mana shu. To'lovning o'zi bir marta tayinlangan bo'lsa, odam endi hammasi hal bo'ldi deb o'ylaydi. Ammo hayotiy holatlar o'zgaradi. Nogironlik guruhi o'zgarishi mumkin. Bola necha yoshga to'lishi mumkin, oila tarkibi o'zgarishi mumkin, parvarishga muhtojlik paydo bo'lishi mumkin. Ishlamaydigan qarovchi shaxs bo'lishi mumkin. Eski mehnat staji tasdiqlanishi mumkin. Yashash manzili o'zgarishi mumkin. Ana shunday holatlarda qo'shimcha to'lovlar arizasiz avtomatik kelmasligi ehtimoli yuqori. Birinchi navbatda pensiya oluvchilar e'tiborli bo'lishi kerak. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan odamda qo'shimcha asoslar paydo bo'lsa, u albatta pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishni so'rashi kerak. Masalan, odam 60 yoshida pensiyaga chiqqan, hujjatlar to'liq bo'lmagani uchun unga 25 yil staj hisoblangan. Keyinroq arxivdan yana 7 yillik ish staji tasdiqlovchi ma'lumotnoma topildi. Bunday vaziyatda pensiya bo'limi o'zi bilib qo'shib qo'yadi deb kutish noto'g'ri. Fuqaro ariza beradi, arxiv ma'lumotnomasini ilova qiladi. Pensiya qayta hisoblanishini so'raydi. Shundan keyin mas'ul organ hujjatni ko'rib chiqadi va asos bo'lsa pensiya miqdori oshiriladi. Hayotiy misol keltiraman. Bir otaxon 1.250.000 so'm atrofida pensiya olib yurgan. U kishining 1960 yillardagi zavodda ishlagan davri hisobga kirmagan. Chunki mehnat daftarchasidagi muhr xira bo'lgan. Farzandlari arxivga murojaat qilib, o'sha davr bo'yicha ma'lumotnoma oldi. Keyin pensiyani qayta hisoblash uchun ariza berildi. Natijada staj ko'paydi. O'rtacha ish haqi bo'yicha ma'lumotlar ham qayta ko'rildi va pensiya miqdori oshdi. Agar ular ariza bermaganida. Otaxon avvalgidek kamroq pensiya olib yuraverardi. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan shaxslar va ularni parvarish qilayotgan oila a'zolari nogironlik bo'yicha asosiy pensiya yoki nafaqa tayinlangan bo'lishi mumkin. Lekin parvarish bilan bog'liq ayrim qo'shimcha to'lovlar yoki ijtimoiy yordamlar alohida murojaat talab qiladi. Ayniqsa doimiy parvarishga muhtoj shaxs bo'lsa, uyda qarovchi bo'lsa, ishlamaydigan ona-ota, turmush o'rtoq yoki farzand doimiy parvarish qilayotgan bo'lsa,
bu masalani tekshirtirish kerak. Masalan, I guruh nogironligi bo'lgan fuqaro uyda yotadi, o'zi mustaqil harakatlana olmaydi. Uning qizi ishlamaydi. Onasini parvarish qiladi. Oila faqat nogironlik pensiyasi bilan yashaydi. Ko'p hollarda bunday oilalar bizga shuncha pul belgilangan ekan deb yuraveradi. Aslida esa parvarish ijtimoiy xizmat uyda yordam. Ayrim kompensatsiyalar bo'yicha murojaat qilish imkoniyati bo'lishi mumkin. Buning uchun tuman ijtimoiy himoya bo'limiga yoki ijtimoiy himoya milliy agentligi tizimiga murojaat qilinadi. Shaxsning holati tibbiy xulosa, oila tarkibi, qarovchining bandligi tekshiriladi. 3-toifa boquvchisini yo'qotgan oilalar, masalan, ota vafot etgan, o'rtada voyaga yetmagan 7 nafar farzand qolgan. Ularga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi tayinlangan bo'lishi mumkin. Lekin keyinchalik yana bir farzandning hujjati kechikib rasmiylashtirilsa, o'qishda davom etayotgan farzand bo'lsa yoki marhumning ish staji bo'yicha qo'shimcha hujjat topilsa, to'lov miqdori o'zgarishi mumkin. Bunday holatda ham ariza berish kerak. Bitta farzandga tayinlangan ekan, qolganini o'zlari biladi degan yondashuv pul yo'qotishga olib keladi. 4-toifa bolalar puli, moddiy yordam, kam ta'minlangan oilalar uchun nafaqa oluvchilar. Bu yerda ham ko'pchilik xato qiladi. Oila bir marta ijtimoiy nafaqa olgan bo'lsa, endi doimiy tushadi deb o'ylaydi. Aslida ko'plab ijtimoiy nafaqalar ma'lum muddatga tayinlanadi. Muddat tugagandan keyin qayta ariza berish talab qilinishi mumkin. Oila tarkibi, daromad, bolalar soni, yashash manzili, mol-mulk, avtomobil, rasmiy ish haqi kabi omillar qayta baholanadi. Ariza berilmasa, nafaqa to'xtab qoladi. Masalan, oilada 3 nafar bola bor. Biri 2 yoshda, biri 7 yoshda, biri o'rtacha yoshda. Oilaga bolalar nafaqasi 12 oyga tayinlangan. 13 oy tugagach, ona nega pul tushmay qoldi deb bank kartasini tekshiradi. Sababi oddiy, muddat tugagan, qayta ariza berilmagan. Agar oila hali ham mezonlarga mos bo'lsa, qayta ariza berib yana tayinlatishi mumkin. Lekin ariza kechiksa, o'rtadagi oylar bo'yicha pulni har doim ham qaytarib olish imkoni bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun muddatni yozib borish kerak. 5-toifa alohida imtiyozli toifaga kiradigan fuqarolar. Bunga urush qatnashchilari, mehnat fronti vakillari, Chernobil halokati oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar, ayrim davlat mukofotlari egalari, yolg'iz keksalar, yetim bolalar, ota-ona qaramog'idan mahrum bolalar, nogironligi bo'lgan bolalar, ayrim kasb kasalligi yoki mehnat jarohati olgan shaxslar kirishi mumkin. Bunday toifalarning har birida alohida tartib, alohida hujjat, alohida asos bo'ladi. Muammo shundaki, odam o'zini imtiyozli toifaga kirishini bilmasligi mumkin yoki biladi. Lekin tasdiqlovchi guvohnoma, arxiv hujjati, tibbiy xulosa, sud qarori yoki tashkilot ma'lumotnomasini topshirmaydi. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning to'lovingiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha hujjatlaringiz to'liq tekshirilgan bo'lsa, oilaviy holatingiz o'zgarmagan bo'lsa, qo'shimcha staj, yangi tibbiy xulosa, yangi imtiyoz. Oila tarkibida o'zgarish bo'lmasa, unda vahimaga tushish shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta o'z to'lovingiz bo'yicha ma'lumotni tekshirtirib qo'yish foydali. Chunki qonunchilik va tartiblar o'zgaradi. Yangi imkoniyatlar paydo bo'ladi. Elektron bazalarda xatoliklar bo'lishi mumkin. Birinchi nozik jihat. Hamma qo'shimcha to'lov ham ariza berilgan kundan oldingi davr uchun to'lanavermaydi. Ba'zi holatlarda to'lov ariza berilgan kundan boshlab belgilanadi. Bu juda muhim. Masalan, siz biror qo'shimcha ustamaga 6 oy oldin huquqli bo'lib qolgan bo'lishingiz mumkin. Lekin arizani bugun bersangiz, mas'ul organ faqat bugundan yoki keyingi oydan hisoblaydi. Ayrim holatlarda o'tgan davr uchun qayta hisoblash bo'lishi mumkin, lekin buning aniq asosi bo'lishi kerak. Shuning uchun keyinroq boraman degan har bir oy real pul yo'qotish bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, og'zaki murojaat yetarli emas. Ko'pchilik idoraga boradi, navbatda turadi, xodimdan so'raydi. Xodim sizga tushmaydi yoki hujjat olib keling deydi. Odam qaytib ketadi. Lekin yozma ariza bermagan bo'lsa, uning murojaati rasmiy ko'rib chiqilgan hisoblanmaydi. Men doim aytaman, masala pul va huquq haqida ketayotgan bo'lsa, albatta yozma yoki elektron ariza qoldiring. Arizangiz ro'yxatdan o'tsin, sizda ariza raqami, sana qabul qilinganligi haqida tasdiq bo'lsin. Shunda siz keyin javob talab qila olasiz. Uchinchi nozik jihat, bitta idora rad etsa, bu har doim yakuniy javob degani emas. Ba'zan xodim noto'g'ri tushungan bo'lishi mumkin. Ba'zan hujjat yetishmagan bo'ladi. Ba'zan siz noto'g'ri xizmat turiga murojaat qilgan bo'lasiz.
Masalan, pensiyaga qo'shimcha staj masalasi pensiya jamg'armasi orqali ko'riladi. Kam ta'minlanganlik bo'yicha nafaqa esa ijtimoiy himoya tizimi yoki mahalla orqali ko'riladi. Nogironlik guruhi masalasida tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi kerak bo'ladi. Demak, har bir masalaning o'z eshigi bor. Noto'g'ri eshikdan kirsangiz sizga bo'lmaydi deyishlari mumkin. 4-nozik jihat. Oila tarkibidagi o'zgarishni yashirish yoki vaqtida xabar bermaslik keyin qarzdorlikka olib kelishi mumkin. Masalan, bola 15 yoshga to'ldi, o'qishni tugatdi, oila a'zosi ishga kirdi, daromad oshdi, nikoh tuzildi, ajrim bo'ldi. Yashash manzili o'zgardi. Agar bu ma'lumotlar to'lovga ta'sir qilsa, mas'ul organga xabar berish kerak. Aks holda ortiqcha to'langan pul keyin qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu juda noqulay holat. Odam bir necha oy pulni ishlatib yuboradi, keyin sizga ortiqcha to'langan degan talab keladi. 5-nozik jihat. Bank kartasiga pul tushgani to'lov to'g'ri hisoblanganini anglatmaydi. Ba'zan odam kartasiga har oy pul tushayotganidan xursand bo'ladi, lekin miqdorini tekshirmaydi. Masalan, pensiya 1 million 800 ming bo'lishi kerak, lekin 1 million yetmagan ming tushyapti. Farq 2 ming so'm. Bir oyda kichik ko'rinadi, bir yilda 3 million so'm bo'ladi. Agar bunga 2-3 yil e'tibor qilinmasa, oila katta summadan quruq bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat pul tushdimi deb emas, nima uchun aynan shu miqdor tushdi deb ham tekshirish kerak. 6-nozik jihat. Hujjatlardagi ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport ma'lumotidagi xatolar to'lovni kechiktiradi. Ayniqsa eski hujjatlarda bunday xatolar ko'p uchraydi. Masalan, mehnat daftarchasida Abdullayev deb yozilgan, pasportda Abdullayeva yoki bitta harf farq qiladi. Arxiv ma'lumotnomasida otasining ismi boshqacha yozilgan. Bunday holatda organ hujjatni darrov qabul qilmasligi mumkin. Ba'zan arxivdan qo'shimcha tasdiq, ba'zan sud orqali yuridik faktni belgilash kerak bo'ladi. Bu vaqt oladi. Lekin qo'shimcha to'lovni olish uchun kerak bo'lishi mumkin. 7-nozik jihat, qo'shnim oldi, men ham olaman degan fikr har doim to'g'ri emas. Ijtimoiy to'lovlarda har bir oila alohida baholanadi. Qo'shningizning bolalari soni, rasmiy daromadi, mulki, nogironlik holati, parvarishga muhtoj a'zosi statusi siznikidan farq qiladi. Shuning uchun men hech qachon faqat odamlarning gapiga qarab xulosa chiqarmaslikni tavsiya qilaman. Eng to'g'ri yo'l o'z holatingiz bo'yicha rasmiy ariza berish va yozma javob olish. Endi eng kerakli qismiga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men sizga aniq ketma-ketlik beraman. Birinchi qadam, o'zingiz olayotgan barcha to'lovlar ro'yxatini yozib chiqing. Masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik nafaqasi, bolalar puli, moddiy yordam, boquvchisini yo'qotganlik to'lovi, parvarish bilan bog'liq yordam, kommunal kompensatsiya yoki boshqa to'lov. Har birining miqdorini va qachondan beri olayotganingizni yozing. Agar muddatli nafaqa bo'lsa, qachon tugashini alohida belgilang. Ikkinchi qadam, sizda to'lovni oshirishi mumkin bo'lgan yangi asos bormi? Tekshiring. Masalan, qo'shimcha ish staji topildimi? Nogironlik guruhi o'zgardimi? Oilada yana bola tug'ildimi? Boquvchi vafotidan keyin farzandning hujjati rasmiylashtirildimi? Qarovga muhtoj kishi paydo bo'ldimi? Siz yoki yaqinlaringiz alohida imtiyozli toifaga kirasizmi? Farzandingiz kunduzgi ta'limda o'qiyaptimi? Oila daromadi kamayganmi? Mana shu savollarga javob toping. 3-qadam, hujjatlarni yig'ing. Odatda quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta, JSHIR, pensiya guvohnomasi yoki to'lov tayinlanganligi haqidagi ma'lumot, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, vafot etganlik guvohnomasi, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, nogironlik ma'lumotnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, oila tarkibi bo'yicha ma'lumot, bank karta rekvizitlari. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi. Lekin asosiy hujjatlar shular atrofida bo'ladi. 4-qadam, qayerga murojaat qilishni aniqlang. Pensiya miqdorini qayta hisoblash, staj qo'shish, pensiya turini aniqlashtirish bo'yicha pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilasiz. Ijtimoiy nafaqalar, bolalar puli, moddiy yordam, ijtimoiy xizmatlar bo'yicha mahalla orqali yoki ijtimoiy himoya milliy agentligi tizimi orqali murojaat qilasiz. Elektron xizmat mavjud bo'lsa, my.kubuz orqali ariza berish mumkin. Nogironlikni belgilash yoki qayta ko'rik masalasida tibbiy muassasa va tibbiy ijtimoiy ekspertiza tartibiga amal qilinadi. 5-qadam, arizani aniq yozing.
Arizada umumiy gaplar emas, konkret talab bo'lishi kerak. Masalan, mening pensiyamga 1935-1992 yillardagi ish stajimni qo'shib qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Ilova arxiv ma'lumotnomasi yoki oilam tarkibida 3 nafar voyaga yetmagan farzand borligi va daromadimiz kamaygani sababli bolalar nafaqasini tayinlash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Yoki eng guruh nogironligi bo'lgan onamni doimiy parvarish qilayotganim sababli parvarish bilan bog'liq ijtimoiy yordam va xizmatlar bo'yicha huquqlarimni ko'rib chiqishingizni so'rayman. 6-qadam. Ariza qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Agar qog'ozda topshirsangiz, ikkinchi nusxaga kirim raqami, sana va qabul qilgan xodim imzosini qo'ydiring. Agar elektron topshirsangiz, ariza raqamini saqlab qo'ying. Screenshot qiling yoki PDF tasdiqni yuklab oling. Bu juda muhim. Chunki keyin men topshirgandim deyishning o'zi yetmaydi. Sizda dalil bo'lishi kerak. 7-qadam. Javobni kuting va natijani tekshiring. To'lov tayinlandi degan xabar kelgandan keyin ham pul miqdorini tekshiring. Qaysi sanadan hisoblandi? Qancha miqdorda belgilandi? Oldingi davr uchun qayta hisoblash bormi? Agar rad javobi berilsa. Rad etish sababi yozma ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Sizga mumkin emas degan og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. 8-qadam. Rad javobi bilan rozi bo'lmasangiz, shikoyat qiling. Avval yuqori turuvchi tashkilotga, masalan, tuman bo'limi qaroridan norozi bo'lsangiz, viloyat boshqarmasiga yoki tegishli respublika organiga murojaat qiling. Zarur bo'lsa, adliya organlari, xalq qabulxonalari yoki sud tartibida huquqingizni himoya qilishingiz mumkin. Ayniqsa hujjatlar bor, lekin hisobga olinmagan bo'lsa, yozma shikoyat juda muhim. Yana bir amaliy maslahat. Keksa ota-onangizning to'lovlarini tekshirib bering. Ko'p keksalar idora yurishga qiynaladi, elektron xizmatlardan foydalana olmaydi, hujjat tilini tushunmaydi. Farzand sifatida siz ularning pensiya miqdori, staji, imtiyozlari, qo'shimcha asoslari bor yo'qligini tekshirishingiz mumkin. Ba'zan bitta arxiv ma'lumotnomasi yoki bitta ariza ularning har oylik daromadini sezilarli oshiradi. Yana bir maslahat. Barcha hujjatlarni bitta papkaga joylang. Pasport nusxasi, pensiya hujjatlari, tibbiy xulosalar, arxiv ma'lumotnomalari, bolalar hujjatlari, bank rekvizitlari, oldingi arizalar va javoblar alohida saqlansin. Har safar idoraga borganingizda hujjat qidirib vaqt yo'qotmaysiz. Elektron nusxalarni ham telefonda yoki fleshkada saqlab qo'ying. Bugungi asosiy fikr shuki, hamma qo'shimcha to'lovlar avtomatik berilmaydi. Ayrim ustamalar qayta hisoblashlar, ijtimoiy yordamlar va kompensatsiyalar uchun ariza berish, hujjat topshirish va o'z huquqingizni talab qilish kerak. Ayniqsa pensiya oluvchilar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, bolalar puli oluvchilar, kam ta'minlangan oilalar va imtiyozli toifadagi fuqarolar bu masalani alohida tekshirtirsin. Agar sizda qo'shimcha staj, yangi tibbiy xulosa, oila tarkibidagi o'zgarish, parvarishga muhtoj yaqin inson yoki ijtimoiy yordamga asos bo'ladigan holat bo'lsa, kutib o'tirmang. Ariza bering, hujjatlarni rasmiy topshiring, javobni yozma oling va to'lov miqdorini tekshiring. Sizda shunday holat bo'lganmi? Ariza berganingizdan keyin qo'shimcha to'lov tayinlanganmi yoki aksincha, ariza bermaganingiz uchun puldan quruq qolganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz va tanishlaringizga yuboring.